Siz arxitektor yoki dizayner bo'lsangiz, hozirgi taklifim aynan sizlar uchun. Arxitektura, dizayn va qurilish sohasida 23 yillik tajribaga ega bo'lgan ustozimiz Sherzod Mustafayev o'zlarining arxitektura va dizayn darslarini ikkinchi bosqichiga 11-aprel kuni start bermoqdalar. Kurs 20 ta darsdan iborat bo'lib, arxitektura va dizayn sohasidagi 300 dan ortiq eng kerakli ilmlar berib boriladi. Men ham ustozimiz tashkil qilgan kurslarni bir nechtasida o'qiganman. O'qish davomida O'zbekistonning turizm shaharlariga ijodiy safarlar uyushtirilgan va chet el sayohatiga ham birga borgan edik. Mana shu darslar sabab kompaniyamiz brendiga asos solindi. Dizayn ofisimizni tizimli boshqarishni yo'lga qo'ydik. Ha aytgancha, joylar soni chegaralangan, vaqt esa kam qoldi.